Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Toğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Adamni bezar qiladigan qariqish oxir o'tib ketdi. Yil o'rlib bahor keldi. Ondan yoz fasli kirdi. Tomuz oylarida eritish bo'yri nihoyat issiq bo'ladi. Shiravul Do'xtavining ovuliga bordigan yolg'iz oyoq yo'lda egiz bo'yliq bir bola qo'ychi itini kayniga silib olib, pishg'irim oftobda ovulga qarab ketib o'tadi. U heliqi No'xaybay degan molchining qo'l ostida mol boqadigan To'g'liq Tömür edi. Egisiga o'rgangan Padichi iti ko'zi qisilgan, tili sangilgan holda egisining kaynidan asta menib kelmoqda edi. Egisi orqasiga qayrilib, ishtiga tez mangmiding degandek qilib, erkiltib vaqirab qo'ydi. Heliqi Padichi iti xijolat bo'lgandek qilib, quyruqini shipanglatib yetishib keldi-da, kayindimi qammidi yoki ilgirmi ketmedi. To'g'liq Tömürning ustidagi bar yo'qi angli uzoqdan beri yuyilmay qasmoqlashib ketgan yan izmiliq Mo'ng'ulcha qaramtul kamzul bilan yamoq silingan shalvor edi. Uning qapqara bir tutam chechi kigiz malxining ostidan chiqib turadi. U ketib etib, malxini ikki qo'li bilan qulqigacha bostirib qo'ydi. Putida teshilib abjiq chiqqan ko'ni shircho'riq bilan yirtiq kigiz paypoq bor edi. Beliga 3 aylantirib bog'lagan potisi uning uchisidagi heliqi qaramtul Mo'ng'ulcha kamzulni ixcham qilib siqib turadi. Odatda qish kunlari yo'llar o'yman do'ng bo'lib, qum to'pa ko'tarilib turadi. Hozir bo'lsa yo'lda ot izidan asarmi yo'q. Hamma yoq tap-takshi taqir bo'lib, yo'llarda to'g'larning yapaloq izlari ko'zga qalpal tashlanib yotadi. Töpsini bo'lsa to'xtovsiz chiqqan qurg'oq cho'l shamoli uchirib aketgan edi. To'g'liq Tömür yarim kundan ko'proq yo'l mang'andan keyin ovulga yetib keldi. U ovulni qoq o'ttirsidan ikkiga bo'lib tashlagan yo'lning bo'yidagi kigiz uylarni yaqilab ketib o'tadi. O'choqlarga uzoqdan beri o't yiqilmagan. Ularning uli ko'mirilib tushgan. Og'izlari buzilgan. Ichiga qurut qumusqa, chumula, qo'ng'izlar uvi selib olgan edi. Ishiklari hang'irqay uchiq turgan qo'rolarning qatoridan hech qanday uyda itning havshagan ovozi anglanmaydi. Gahi tuklari o'sib, uruqlab, qo'rg'i suyaklari ko'rinib qolgan va egisining kimligini unutib ketishgan lalmi itlar ko'zga chiliqsimi, ammo ular och qolganlikdan qavab qo'yishqimi mag'duri yetmay, tumshuqlarini yerga tirashgan peti ko'zlarini paqirtishib jim yetishadi. Yoki uzoq yillardan qolgan kul axlatlarni purishib o'zlariga uzuq izlashadi. To'shqan yildagi odatlik bitimdan keyin Chog'atay ulusidagi boshqa qabila urug'larga o'xshash Do'xtavi xalqining ahvoli yildan yilga xaroblashib, puhralari namratlashib ketdi. Miladiya 1334-yildan boshlab ko'p ertish bo'yida uda 3 qish jut bo'ldi. Bu jutda Do'xtavilarning ot to'gilari, kala qo'ylari, uyuri, qo'rosi bo'yicha qirilib ketdi. Bo'libmi jut namratlarga to'limi eg'ir keldi. Hamma yerni namratlik, qashshaqlik va go'daylik qoplab ketdi. Elning beli ushtildi. To'g'liq Tömür ketib etib, atrofdagi qora uylarga qarab qo'yadi. Nihoyat qap-qara, jul bo'lib ketishgan qora uylar tugagandan keyin oq uylar ko'rinishga boshladi. Bu oq uylar ovuldagi holliq odamlarning uylari edi. Yo'lda odamlar ko'payib qoldi. Otliq, piyoda ketayotgan odamlar uchrashga boshladi. To'g'liq Tömür ochi yo'lning buralgan yeriga kelganda, bir munchilgan odam to'plangan bir marikaning ustidan chiqdi. Marika Do'xtavilarning oqsoqli, ulug' amir Shiravul Do'xtavining uyida bo'lib o'tadi. Bu marikaga taraf-tarafdan cho'nglar va bolalar kelishib o'tadi. Ular holliq odamlar va ularning bolalari edi. Cho'nglar yasidaq, to'pchoq otlarga, bolalar bo'lsa yangidan ko'ndirilgan to'sin toylar va g'unan toylarga egar to'qib minishib olgan edi.
Namrat yo'qsullar va ularning bolalari bo'yinlarini qisishib, ularga qarab bir chetda jim turishadi. Oqsoqolning o'tavining oldiga qatori qizilgan cho'nqur o'choqlarga yo'g'on qozonlar esilgan. Oshpazlar qozonlardagi qattiq qizitilgan qichi yig'ida pajildatib go'sht qo'rmoqda. Yana bir tarafdagi qozonlarda bo'lsa, butun silingan malning etlari puruqlab qaynamoqda edi. Qichi yig'ining ochiq busi bilan ko'kirib buzilgan go'shtning sesiq puruqi butun ma'rika so'rinining havosini qoplagan edi. Biroq buzilgan go'shtning bu sesiq puruqi atdigandan beri Shiravul Do'xtavining qozoniga talmirib turishgan zerin yo'qsullarning burniga ajoyib mazlik purab, og'ziga seriq suv keltiradi. Qozon o'pchürsida talmirib qarab turishgan yosh qeri xotin qizlar ocharchilik dastidan aqldan ezishgan edi. Ular iza numus deganni bir chetga qo'yib qo'yishgan edi. Ocharchilik, namratlik va qo'shoqlik ularning aqlini xiralashtirgan. Ar numus deganni bilmaydigan beparvo anqovlardan qilib qo'ygan edi. Biroq bu odamlar atdigandan beri qozon qarab talmirib turishgan bo'lsa-mu, ularga rahim qiladigan birim odam chiqmagan edi. To'g'liq Temur bularga qarab ich og'ritdi. Bir chaqda puruqlab qaynayotgan qozondan go'sht suzayotgan kishi bir tabaq go'shtni suzib bo'lib, orqasiga o'rlishiga ko'zning xuni qochgan bir odam birdanla puruqlab qaynayotgan qozonga qo'lini tiqibla bir parcha so'ngaklik go'shtni oldida qechishnimi yodiga keltirmasdan turgan o'rnida yalmab yeyishga boshladi. Qaynoq sho'rpida ko'ygan qo'lining terlari chavrab chiqqan bu odam og'zidagi go'shtni tuzukmi chaynamay butun yutib keyin ondan keyniga dojib qoch qilayotganda oq uyning ichidan mehmon uzitib chiqayotgan Shiravul Do'xtavi uni ko'rib qoldi-da, vaqirab kelgan peticha yiliqi och qo'rsoq odamning qo'liga esildi va uning qo'lidagi kallak go'shtni tutdi. Lekin kallak go'shtga yipishgan o'riq qo'llar go'shtga osh ko'zlik bilan sanjilgan tishlar go'shtni zodila qo'yib bermadi. Shiravul Do'xtavi noiloj go'shtni qo'yib etib, go'shtga yipishib olgan yiliqi och qo'rsoq odamni tepib yiqitib beqiniga mushlashga boshladi. Biroq bu och qo'rsoq odam beqiniga tegayotgan musht va tepiklarning og'riqiga qilchimi parvo qilmadi. Balki qo'lidagi go'shtni chaynab yeyverdi. Bu fojialik manzara hech kimni o'ziga jalb qilolmadi. Bu balkim odatdagi ishga aylanib qolganlikdan bo'lgan bo'lsa kerak. Har kim o'z ishi bilan mashg'ul edi. Bu echinishlik manzarani ko'rib turgan To'g'liq Temur endi zodil toqat qilib turolmadi. U yerda to'piga milinib yotgan och qo'rsoq odamni hadab tepib, beqiniga mushlayotgan Shiravul Do'xtavini o'zining o'gay otasini yelkasidan tutib, qattiq silkib o'rnidan qo'pirdi-da, bir chetga ittiribdi. "O'tah bir chetga. Odamni mundaqmi xorlagan bormi?" dedi u g'azab bilan. "Ya o'z ulusum, ya o'z millatim demisang, ya o'zingning urug' oymiqing, o'z xalqing uchun g'am yemisang, xo'rozga o'xshash o'zingning toji qizarsala bo'lamdi? Xo'rozga o'xshash o'zingning toji qizarsala bo'lamdi? Ha, sen kim? Tapqan so'zingni qara sening. Hozirgi kunda puhrami gaday, xonmi gaday. Taqchi ot taqilsa, paq putini tutibdi degandek so'zdaysan-ku." Shiravul Do'xtavi oldidagi bu egiz bolaga sinchilab qarab, uning o'zining asrandisi To'g'liq Temur ekanligini tonib, yuragi jiqidi qilib qoldi va "Ha, kimkin desam, bizning To'g'liq Temur Bahodir ekan-ku. Qara buni, cho'pchon yigit bo'p ketibsan-ku", dedi u saxta kulimsirab. "Maldan qachon kelding? Yilqi mal qo'zdirim amanmi?" "Oqsoqol ota", dedi To'g'liq Temur uning savoliga javob bermasdan. "Xalqimni urganda, savg'anda, hatto do'zax o'tiga silib azoblagandimi, uning o'g'illari orasida nomardlik nishonini ko'rsatgan odam nihoyat kam uchraydi. Biroq ochliq, mahkumlik va qo'shoqliq odamni qattiq echinishlik ahvolga tushirib qo'ygan, ha? Tangri hammaga insoniy g'urur, odamiy izzatni bergan. Boyg'imi, kambag'algimi, mo'ng'ulgimi, uyg'urgimi,
Odam uchun insonlik g'urur va izzat hammadan qimmat turdi. Shiravul Do'xtavi Tug'luq Temirning o'ziga nashtardak qadilib turgan ko'zlaridagi g'azab ushqalarini ko'rib, xuddi kallasiga taqib mixi qiqilgandek tuyulib ketdi-da, noiloj hijoydi. Sen balam nədiki yo'qilan ishqi ardishib oldi ekansan, dedi u. Avulga kelgandikin hammadan avval darhol onang bilan ko'rishishing kerak edi. Yugur, onang seni bir yildan beri seg'inib, ko'zlari teshilgidek bo'lib ketdi. Qolgan parangni keyin qilishayli. Shundaqdimi ota, buni oshlarning qo'sqini to'ydirgan bo'lsangiz, Do'xtavi xalqi oldida o'zingiz olamcha saxovat topgan bo'lardingiz. Balam Tug'luq Temir, dedi Shiravul Do'xtavi ochiqini aran besib turib. Elimde uda 3 yıl jut bo'ldi. Qoro melimiz, uyur yilqimiz qirilib tugidi. So'zisang so'z chiqidi, turtsang ko'z chiqidi. Atki kunni o'ylamaganlikdan ani bizning bulturqi turgan takkallarimiz etizda qoldi. U beriqi tarafdagi etizda qor ostida qishlab qıqqa o'xshash yig'ib qo'yilgan solo dövlarini ko'rsatdi va ana ovulani ko'ryaptamsan. Mening ko'zim unchalik o'tkir emas. Shundaq bo'lsimi ko'ryapman. Ko'rmay desam, bu dövla qishicha mening yurkimni tatilab chiqdi. Ko'z oldimdan ketmadi. Tushimga kirib qiynadi. Mening bu o'z ilimning ocharchilik azobida qiynalishini ko'rgim yo'q. Ammo menda nima amal? Qaysi biriga saxovat qilib ulguray? Mushundaq deyishayotganning ustiga Mangli xotun kelib qoldi va o'g'lini bag'riga besib, onalik mehri bilan uning beshini siladi. Ona 1 yildan buyon yo'qotgan bolasini tepib oldi. Mangli xotun Tug'luq Temirning yuzlaridan so'yish bilan qanoatlanmay, hamma yerini yolg'udak bo'ldi. U titrayotgan qo'llari bilan o'g'lining yelkasini, belini, kiyimlarini siladi. Uning balam, qo'zam, qulinim degan so'zlari bilan yuragidagi qayg'ularimi chiqib ketdi. Onaning xushalliqi ich-ichiga patmay, o'g'lining atrofida parvondak aylanadi. Tug'luq Temirning qo'llaridan tortib, toki uning kamzulining yanglarigacha so'ydi. Ig'ir mehnat, jabr jafoda qaddi pukilib, vaqtsiz qirg'an bechora onaning tomirida mehr muhabbat jo'sh urib oqatdi. G'am bilan to'lgan qora uyning ichi va teshi xushalliqqa to'lib, haqiqiy maraka tusini oldi. Xo'rlangan jafokash Mangli xotun mush chaqda o'g'li Tug'luq Temirga uning nihoyatda martabalik bir odamning pushti ekanligini tunji qitim oshkorladi. Ammo otasining otjuni va martaba darajasini bo'lsa, hozircha sir qilib yo'shirib qoldi. Chunki buningdan 10 yil ilgari yuz bergan ashu qitimliq majroda Shiravul Do'xtavi yiliqi yo'lvoz suratlik oltin tamtakni men saqlab beray deb Mangli xotunning qo'lidan tortib olg'ashqa, bu sirni hozirgacha oshkorlaydigan payt texi pishib yetilmagan edi. Shunga u Chag'atay xoni Eson Bo'g'axondan o'g'liga qoldirilgan astilik yo'lvoz suratlik oltin tamtakning ishini Tug'luq Temirga aytmadi. Nazm. Bardi bir g'ulam o'stangi suvga, ulug' suv uni oqtirib ketdi. Akilatdi to'r har qitim beliq, bu qitim to'rni beliq akatdi. Shayx Saidi.